Hi everyone, welcome to Breakfast English program and I'm Amlajan. Sağolasiz yaxshimisizlar? Hamda bugungi nashliq ingliz darsimiz kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi darsimizda bo'lib shu as qatqanda, masalan, ismlarning ko'plik shakliga va yoki shu fe'llarning keyiniga as qetish yoki as qetish shu qatqandagi shu asni qanday qilish yoki asni talaffuz qilish masalasi. Chunki hamda bu talaffuz qilganda nurg'un savodashlarniki ajiq o'rganmaydi. Hamda bu shu bugungi programmada sizlarga o'shaniki bir qisqagina bir ayrish usul bor. Bo'limi nima desanlar sibilant. Masalan, shunga o'xshash kushuldimoq demak deymiz-ku, hamda shunga o'xshash ovoz chiqargan masalan race oxiri shunami? Aşı bilan oxirlashgan so'zlar bo'lib qolib qolsa, ism bo'lamdi yoki fe'l bo'lamdi. Bo'shning keyini izda talaffuz qilindi. Uning ustiga biz masalan C, S, X, O, C, H, S, H demak hamda mushlar bo'lgan ahvollarda buningga ES qattiq tushunami? ES qattiq hamda bu nima izda talaffuz qilindi. Birinchi race bilan oxirlashnama races oxiri iz bo'ladi. Masalan, bus oxiri yana shu buses, box, boxes oxiri shunami prize, prizes, kiss, kisses hamda mishari ikkiz qo'sh s shunami. Endi nima watch ya'ni mushuma o'sha watches, dish, dishes, change, changes. Demek ki muş qatardaki muş harflar bilan aqlashgan bo'lsa, bu o'xshashlarni degandek mush talaffuz qilindi. Bu talaffuzi as qatqaningizda bu izda talaffuz qilindi. Uningki ba'zi jaransiz tovushlar bor. Jaransiz tovush degan masalan mishariki mush harflar bilan shu harflarni qanday shu tovushlarni talaffuz qilmasan degandek shunami? Jaransiz sizlarga aniq anglanmadir balkim. Shunami? Masalan sleep, sleeps, book, books, hat, hats, graph, graphs, myth, myths, cliff, cliffs. Shunami? Demak, shu talaffuz qilgan. Endi oxiri talaffuz qilinma, bir qadar qanday desanlar, bir qadar qiyin. Bu bo'ladi oxiri masalan B, D, G, L, M, N, N, G, R, V, Y. Mushlarning hammasi oxir qanday desan, iz talaffuz qilingan gap. Masalan, grabs, words, words deb qo'ymaydi. Words. Oxirimiz bag, bags. Bags emasmi? Bags. Deals, dreams. Dreams deb urg'un tushirsa qo'ymaydi. Dreams. Axir bosh oxirlashgan. Dreams. Fans, sings, wears, sings. Shunama? Glows, plays, plays. Jiqballam yara bir xatolashgan deymiz nima? San plays deydilar. Plays, glows, wears, sings. Deganga o'xshash. Shunga shu talaffuz qilganda ammo urg'unimi hargiz bu asning ustiga tushirib qo'ymanglar. Masalan, fans desak o'mar fans, okay, bags, bags bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bags bu vaqtda hamda bag bo'ldi, giz unda gap yo'q-ku. Bags emas, bags. Aytishinglar, bags, crabs, wars. Words deyilsa qo'ymaydi, yana words, deals, dreams, fans, sings, wears, okay, glows, plays, plays emas, plays. All right. Okay, bo'ldi hamsa qanday savolingiz bo'lsa so'zinglar bo'ldi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. That's all for today. See you next time. Goodbye.